O'zbekcha gapiraman, ruscha javob beradi. Farqi yo'q menga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz mana выставkaga keldik. FTSI выставkasiga. Bu kuchugimiz pitomnik vafodordan chiqqan egalari bular to'g'risida hozir ma'lumot beradilar. Bu kuchugimiz vafodor pitomnikdan tug'ilgan. Buni onasi разведение vafodor pitomnikimizni o'zidan O'zbekistondan, adalari Turkmanistondan kelgan, Baykadan. Shu oldik, mana. Xudoga shukr, bugun Yunni chempionni yopdik SNGda. Shunaqa. Keyingi chempionatlarda xudo xolasa to'liq videolarni qo'yib beramiz. Chempionat videolarini, rasmlarini hammasini qo'yib beramiz. To'liq obzorni ko'rmoqchi bo'lsanglar, xudo xolasa pitomnik vafodorga boramiz. O'sha yerda to'liq bu kuchugimiz haqida to'liq videolarni olib beramiz. Bundan tashqari ularda 10 dan ortiq kuchukligi bor. Imенно shu zotga aloqador. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.